Assalamu alaykum. Yaqinlar yaxshimisizlar qarmoqlar. Trend amakini navbatdagi joy reklaması. Bu xonadonimiz Urganch shahrida, shaharning vaqtin chotki yerida joylashib o'tgan. Videoning oxirida aytib o'taman narxini, nedaligini. Hovli joy bo'ladi. Girgan yerda yana o'ng tarafda bir dona zal, chap tarafda 2 dona spalni. Hozir biz aynan dalon qismida turibmiz. Dalon qismi 480 ga 10 metr ekan uzunligi. Uyimizning zal qismidan ham girdik. O'rtoqlar, bu xonadonda fayzli uyda yashalib turgan yer. Egalari nechikdir bir zarurat yuzasidan sotishadi o'rgan ekan. Shuning uchun yana yashalib turgan uy remontlari hamma narsasi akkuratni. Zalimizni eni 5 metr, uzunasi 10 metr ekan. Beramina keng mo'l, gumbrakas to'ylarni, sovadan tashkillar, sovadan ulug'lar zal ekan. Zalimizning doğrusundaki chap qo'ldagi birinchi xonamiz 5 metre 4 metr ekan o'rtoqlar. Xolasanızlar birini kattalar uchun bir spalni etib foydalansanızlar ham bo'ladi. Ya bo'lmasa bir jenskiy zal etibmi o'zlaringizning didlaringizga qarab foydalanaverasizlar. Razmerlari kengligi yomon emas. 5 metre 4 metr ekan. Bu esa uyimizning chap tarafdagi ikkinchi xonasi. Bir spalni 3 metre 4 metr ekan. 3 ga 4lik xona ber. Zo'r spalni etib yana remontlar ham option, zo'r dekoratsiyalar, xudo xolasa hammasi zakonni. Dalondan chiqqandan keyin o'ng tarafda kuxnyamiz bilan banyamiz joylashgan ekan. Kuxnya mebellar bilan bezatilgan. Yana bany qismlari. Bany qismlari ham keng mo'l o'rtoqlar, hamma narsa zakonni joylashadi. Kuxnyadan chiqqandan keyin shuni koridor keladi. Koridorning eng so'ngida yana bir xonamiz bor. 5 metre 3,5 metr ekan ulug'ligi. Bu yerdan ham ajoyibati yana bir spalni. Yoshlar uchunmi, o'zlaringiz uchunmi, farzandlar uchunmi bir qo'shilib spalni etib berib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Bu uyimiz o'zi общий territoriyasi 416 metr kvadratda joylashgan ekan. Hozir boq taraf qismidan chiqdik. İBAN'da yana tapchan nonnalarda zo'tilgan. Xohlasangiz o'zingiz zo'tib qo'yaverasizlar. Keyin chotki etib, letni tapchan etib. Bu yerdan yana 5 metre 3,5 metrlik bir xona bor ekan. Bu yerdan o'zi og'amning bolasi bir sartaroshchilik kasbi bilan shug'ullanar ekan. Shuning uchun bunda yana eshik qo'yilgan, tadbirkorchilik etib, mo'j do'kon vazifasindami, mo'j yana qiziqish bo'lsa, sartaroshchilik vazifasindami, любой narsadan foydalanaverasizlar. Tadbirkorchilik ham yurtsa bo'ladigan xonalari bor ekan. Yana Ivanda uyimizning bu qismida to'rda kladovkasi joylashgan. Bu yerda yana garaj qismi yana. Garaj ham ulug'lan. Почти 2 mashin sig'diradi o'zini. Garajimizning uzunligi 9 metr, eni 3,5 metr ekan. 2 mashin polni menimcha sig'sa kerak, xudo xolasa. Mening bir fayzli xonadon sotib olaman deb planlashtirib yurgan bratlarning diqqatini, sestralarning diqqatini uyimizni ham yerini tanishtirib chiqdik. Shunda pastda nomerlarimiz chiqadi. Yakubov House aloqa chiqaverasizlar. Uyimizning adresi O'sha bozordan o'tgandan keyin qo'ng'ichilar ham vobshen zo'r oddiy odamlar turibdi. Uy egasi narxini keladigan bo'lsak, narxi 900 million so'm. Kelishiladigan yeri va aloqa chiqaverasizlar.